Urganch harbiy prokuraturasining tashabbusi bilan Milliy gvardiya Xorazm viloyati bo'yicha boshqarmasi, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Xorazm viloyati kengashi va boshqa harbiy qism va muassasalar bilan hamkorlikda olis hudud va chekka qishloqlarda o'quvchi qizlar o'rtasida "Men vatanparvarman" shiori ostida ko'rik-tanlovi o'tkazilmoqda. Muxbirimiz ana shunday tadbirlar haqida so'z yuritadi. Ko'rik-tanlovning navbatdagisi Urganch tumanida o'tkazildi. Unda qizlardan iborat 3 ta jamoa vakillari o'zaro bellashdilar. Ko'rik-tanlovda o'quvchi qizlarning egallagan bilimlari hamda epchillik va chaqqonliklari sinovdan o'tkazildi. Dastlab ishtirokchilar tomonidan ona vatanga muhabbat, sadoqat, tinchlik qadri, buyuk ajdodlarimiz va ma'rifatparvar jadidlarimiz siymosi, shuningdek, Tomaris va boshqa ajdodlarimiz jasorati aks etgan sahna ko'rinishlari bilan chiqishlar qilindi. Ushbu ko'rik-tanlovni o'tkazishdan asosiy maqsadimiz o'quvchi qizlarni bilim va salohiyatlarini oshirish, ularni vatanparvarlik tuyg'ularini, ona vatanga sadoqat tuyg'ularini yanada oshirishdan iborat. Tanlov faqat asosan bu chekka tumanlarda, maktablarda o'tkazib kelinmoqda. Bu yil mana Urganch tumani hamda Qo'shko'pir tumanida o'tkazishni maqsad qilganmiz. Tanlov orqali qizlarning nafaqat jangovarlik, balki ijodkorlik qobiliyatlari ham sinovdan o'tkazildi. Ishtirokchilar vatanparvarlik meni tasavvurimda mavzusida o'z qarashlarini tasviriy san'at, qo'l mehnati, she'riyat, jonli ijro va boshqa ijodiy chiqishlarda namoyish etishdi. Har bir jarayon hakamlar tomonidan munosib baholanib borildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchi qizlarni chinakam vatanparvar qilib tarbiyalash, ularning milliy armiyamiz haqidagi tasavvurlarini yanada boyitish, chekka qishloqlardagi iqtidorli qizlarni qo'llab-quvvatlash hamda qizlarimizni mardlik, jasurlikda yigitlardan qolishmasligini namoyon qilishdir. Ko'rik-tanlov yakuni bo'yicha g'olib, sovrindorlar va faol o'quvchi qizlar Urganch harbiy prokurorining faxriy yorlig'i, diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.